Keling, yana qarzinglarni so'rab keldingizmi? Hoji akam o'zlari sizni chaqiryaptilar. Yuring. Assalomu alaykum, hoji aka. Va alaykum assalom. Adashmasam, sizni mendan $5000 qarz qo'yaningda. Ha, 5000. Agar imkoniyatingiz bo'lib, shu qarzingizga yetadigan pul qo'lingizda bo'lib qolganda, hamma qarzingizni menga qaytargan bo'larmidingiz? Nima deganingiz bu, hoji aka? 1 tiyinigacha qaytarib bergan bo'lardim. Mashraf aka, barda jo'da. Pulni oling. Xo'p bo'ladi hoji aka. Mana hoji aka. Qo'limda $5000 pul. Bu yilgi zakotimdan sizga olib keldim. Xohlasangiz qarzingizni yoping. Xohlasangiz ehtiyojingizga ishlating. Mana hoji aka, qarzimdan $1000 ayirib qo'ying. Qolganini yana qilib beraman. $4000 oldi berdimizda qoldi. Sharoitingizga qarab tez-tez qilib berasiz. Mashraf aka, ketdi. Qarzdan qutulib olsin deb qo'liga shuncha pul bersiz, $1000 qaytarib berdi. Noma. Men zakotimni berdim. Keyin bu hayotda olganingiz emas, berganingiz sizniki. Undan keyin insonning qalbida qarzdan qutulish niyati bo'lsa, albatta qutuladi. Qalbida boshqa niyati bo'lsa, uni oxiri xorlik bo'ladi. Hammamizga Allohning o'zi insof bersin.